Ya bir kilo düşür alıp kendine bitti yem oldu adam birader. Yüzde bunlaşmaya çıkmaz. Bu tuttu bu da arada. Kaçan gaz parasını yapmasın. Ne? Klik ede böyle. Bu usta. Köy xizmatlarim var, assalomu alaykum, Muzaffar yaxshimisiz? Mal bor bo'ling. Mal bozorda yurardingiz-ku, ama so'ydingiz maktablar. Dangda soyda Hay, şey tutamaz. Hey, malades, malades. Beşte boğulduktan mavalara gittik. Xudo xolasa bugun so'yilgan mollar. Elni xizmatidan charchasangiz axir bo'lmaydi, xudo xolasa. Charchamaydi. Sifatli go'shti. Necha so'mdan qo'ydi xudo Lekin xolasa? bu doğmadan kaçar. Qachon go'shti bo'ldi bugun? Doğmadan kaçar öküzlerimiz. 95 ming so'mdan, 95 bin so'mdan qiladi. 95 ming so'mdan xudo xolasa. Keyin ertaň dam olish, ikkinchi kuni yana sifatli öküzlerden başlaymiz. Ertaň dam olish ikkinchi kundan boshlanadi. Yana 27'sinden sifatli öküzlerden bomba büyük çöktü aldık daha da. Ana yurttaş. Acayip öküzlerden aldık. İkinci gün kelaverasizlar xudo xolasa öküz go'shtiga. Öküz go'shtlaridan 95 ming so'mdan qo'yibdilar yurtdoshlar bu yerda. Korgalarımız 75 bin so'mdan yana. Qovurg'alar 75 ming so'mdan xudo xolasa. Gen adam xafa olmaydi işte. Bu dargohga kelgan odam xafa bo'lmagan, ha? Ayamamlar Malades. bombasından devam ettiren kurada. Xudo xolasa ana yurtdoshlar. İnternetten devam eten kurada. Bir like to'lqa. Ha, like'larni bosib ko'proq podilsan, urib xudo xolasa. Faqat o'g'illarga danish bilishlari, insho'rdan shunday go'shtlar bor ekan, yana deb podilsan, urib tashanglar jallı. Birinci mesdi. Birinchi mesdi. Hizmetlerimiz var. Bir yabaraklar selep to'yib oladilar mallar. To'ychilar ham har doimgidek xudo xolasa xizmatlar bor. 90 farklı gelişler. Telefon nomerlarini yana ham aytib o'tamizmi? Kaldırsak 93'lik 204 45 'dan. Yurtdoshlar, to'ychilar xudo xolasa telefon ataverasizlar. Uydan ham borib ko'rsatgan mollaringizni, o'kislaringizni so'yib, taqlab beradi. To'ychilar arzonroq bo'ladi, ha? Xudo xolasa. Mana yurtdoshlar. Ko'p bo'lganlaringizni go'shtlar ko'p bozorda xudo xolasa. Akşam video tushirdik. Bugun ham xudo xolasa video tushiramiz. Assalomu alaykum, Umidbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz odam siyatdan chiqaraveraman, uzrlayman. Umid aka. Zo'rmisiz? Yaxshimisiz aka? Farmon ishlar bilan. Xudoga shukr aka, keldik. Xudo xolasa yana necha kiloluk so'yildi bugun? Birinci 170 kilo. 170 kiloluk so'yildi. Shu 95 ming so'mdan bo'lib turibdi. Ana yurtdoshlar, 90 ming. Hijjalar ham shu bahodan. Yog'lar ne? Yağlı 30 bin sen. Yog'i 30 ming so'mdan. Süt babalarına 70 bin oldu. 70 ming so'mdan beriladi, yelikli sunyaklar xudo xolasa. Mana yurtdoshlar, go'sht ajoyib. Qovurg'a go'shtingiz ne? Korgalar 70'ten bereriz. Bag'rini Buna 70'ten bereriz. 70'dan beriladi. Ana kerak bo'lsa xudo xolasa yurtdoshlar. Kelaverasa. To'ychilar arzonroq bo'ladi, qo'ying. O 90 bin oldu. 90 ming so'mdan beriladi. Xudo xolasa ana kelaverasa, imtihonimiz yana ayna. Yaxshi, charchamang aka, sog' bo'ling. Sağ olun yollar. Rahmat. Savdo bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayram bor. Ömürbek Anşat'ta doğru soydunuz mu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Malades, malades ağa. Elni xizmatidan charchamang ağa. Sizlarga mol sotamasa, mol bozorga dong bilan borib, xalqimizga yana go'sht yetirish uchun shalom. Öküz go'shti. Xudo xolasa. Bir öküz bir kaçar bir gün. Bir öküz bir kaçar, ha? Mana yurtdoshlar. Poşamıza göç verdik, kaçar göçüden 100 kilo. Aha. Bana verdi. Qolganini berasiz. 85 bin somdan verdim. To'ychilar 85'dan berdingizmi? Kaçar soyup verdim, bir doğum. 85 bin somdan soyup verdim. Ajoyib, xudo xolasa yana. Öküz go'shtini nechadan qo'ydingiz? 95 bin som göç. 95 bin so'mdan. Göçler ha. Ana yurtda go'shtlarni ko'rtirsalar, ajoyib 95 ming so'mdan xudo xolasa. Yarmarkan ichida Ömürbek amisi yana ham kelaverasizlar yana. Bizani gördün ya, kuda kalası iyi tengden başlap. Tamam. Hemen söyler. Ertangdan boshlab xudo xolasa. 4 tanesini bir yerdan olding sen, ha? Öküz, yani 5 edi. 5sini bir yerdan oldinglar. Do'stlar, shu videoni shu yerga qo'yib o'taman. Videoda ko'rishingiz mumkin. Öküzlar boyovoy. Hemmesi kim kaçıyor ki? Ha, videoni shu yerda qo'yib o'taman, ko'radilar yurtdoshlarimiz. 415 kilo, 400 kilo, 390 kilodan geldi Allah'ıma bir hesap şükür. Ertangdan xudo xolasa to'lki öküz go'shti ketadi. 95 ming so'mdan xudo xolasa yurtdoshlar kelaverasizlar. To'ychi shu, ha, Yakında soradılar, satkanımız yok. to'ychilar ham xudo xolasa murojaat etaverasizlarni. Öküzlarni ko'rdinglar yana, videodan qo'yib o'tamiz xudo xolasa shu yerda. Qovurg'a go'shtlarimiz necha so'mdan bo'ldi? 65 bin somdan. 65 ming so'm. 65 bin. Mana yurtdoshlar. Yog' necha so'm bo'ldi? 30 ming so'm. 30 ming so'm bo'ldi ana. To'ychilar nomer aytib o'tdikmi? 97 355 14 numara. Telefon orasida yurtdoshlar xudo xolasa. Gap yo'q, xo'p, xudo xolasa yana do'stlarimiz ham ko'rding shu yerda qo'yib o'taman video montajda. Yaxshi, sog' bo'ling.
Ana yurttaşlar şunun gaplar xudo xolasa. Öküz go'shtlari so'yilib boshlandi belə. Mana videoda ko'rgan bo'lsanglar, mana shu olingan öküzlar. Assalomu alaykum. Tovuqlarni somon bo'lding? 26 ming so'm kilogram. Bag'ri ne? Bag'ri 13 ming so'm. Tayarammi? Tayaram shu. 26 ming so'm. Tayaram 26 ming so'm. Marvat bo'lgan yurttaşlar. Yaxshiroq. Barbanlar assalomu alaykum. O'taymi? O't deydi. O'taman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqlanib chiqaqa. Bayramlar bilan. Rahmat, o'zingsan bircha bo'laversan. Yangilik tanishdik. Yangilik zo'r xudo xolasa. Yangilik zo'r xudo xolasa. Videoni ertaroq chiqarishga harakat edinglar. Erta chiqartdikmi? Erta chiqartdik. Xudo xolasa. Xudo xolasa shu videoni abit Brüzüme bir son tadılgan-ku. avan Şaşlık gerek dese 105'ten 100'den hem veremez. şaşlıkami. Şaşlık kelsin. Tayarla. Veremez. 110 bin, 105 bin göçüne karab. Harekete gel çıkarıp taklap veremez. Gözün aldından. Hem ömecin koşup veremez. Bu oğlanı götürüp beraber alıp xudo xolasa. Ana yurttaşlar, xudo xolasa endi buyani bilasizlar. Mayepki Mayepki jo'ralar bilan o'tirishmalar boshlandi. Ijollara xudo xolasa qaranglar. bu baxtdı. Kuskoy ham tayyorlaysizmi? Ili Koyanmayak. Koyuları beleyine. kuskoy ham tayyorlab berasiz shashlik ha? Xudo xolasa taklap veremez. Geleversin. Xudo xolasa sinfdoshlar, jo'ralar nomer qoldiramiz. Gamasingizdan bir yarim soat burun telefon atib aytib qo'ysanglar yoki bo'lmasa o'zlaringiz Yemana taza vergenden keyin size gerekli değil. Xo'p, dahshat bo'ladi. Yog'i, boshqasi iliki hamma narsasi Avlarda o'zimda. yazan asma şoru etsin. Ana yurttaşlar. Beribin yo'la bakana kuşa çıkıp kaçmıyorlar. Albatta qozon sho'rva uradilar. Yine bir yeri var. Tamam. Son göç bir yüzünden mizon bu. Tamam. Ona mı aytalım? Bir yüzünden mizondan 5 kilo göç aldık o. Avan. Bir yarım kilo sünger şunu değil. 5 kilogram go'sht. 5 kilo alamadık o. Alağandan 1,5 kilo suyak tekin beriladi. veremez. Oo. Şunu değil bir yarım kilo. Yine yangiliklar, muaddis. 10 kilo alsa Tamam. 3 kilo. 10 kilosi 3 kilo suyak. Bakar neçik kilo? Faqat suyakni o'zi emas lekin, to'g'rimi? Ama lahım masalar. Lahım masalar. Abi ne asalar? 10 kilo asalar 85 milyondan veremez. 10 kilo. Sünger gibi 85'ten. Halağan vezini koşup veremez. Doğru yapar. Qavga go'shtdan ichasizmi? 75 milyon göğüs alımı var yine. Göğüsüne kadar. Acayip bu birisklere koyuyorlar. Hammasi shu yerda. Gülleri çayladık veremiz yine. Uzak kalacak. Koldan gençeli yaksa deyip. Malades. Gap yo'q hava. Xudo xolasa Bu ekşiği zaman doğumdan kaçar 210 kilo geldi. 210 kilo geldi. Yeri ekan bundan. Yağa karab yağa. Zaman. Düz Gap yağa. yo'q, malades. Demak, shunda to'ychilar ham bir nomer qoldiramiz. 318 47 47 ribata verdiler. Gap yo'q hava. Sog' bo'ling. To'ychilar arzonroq bo'ladi-ku. Yaxshi, sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum, og'a, yaxshimisiz? Bor bo'ling, o'zingiz ham hormang. Elni xizmatidan charchashi yo'qmi? Malades, sizlar ham rahmat. Yani Xudo xolasa yana Xudoga shukr, oydin kelib boshlab berdik enan videolarimizni. Yine taşlar öküz göğüşü Xudo xolasa. Öküz göğüşü her daim bo'ladi. Sizda 90 ha? 90 ming so'm. Mana yurttaşlar. Budan bir tushirib bering. 90 ming so'm. 170 kilo geldi. 170 kilo. Göster göçünü. Aniqlab göster, tushirib ber. Ana dostlar, gördünglar-ku? Öküz göğüşü yine yurttaşlar. Satan yine. Seli satandan satsa bo'ladimi ana? Duruşuna vur. Ana yurttaşlar. Sinam alamaz, böcek yemez bu yine. 370 kilo geldi. Falan 20 al ekan. Gel yok ekan. 20 Yine olsa bir etiler. Göğüşem zoran qop-qora Yine tövüşü yine, göğüşü bilen tut yine. Ana yurttaşlar. Gördün mü? Bugun 25-may. Xudo xolasa video bitdan keyin chiqadi. 5-6 larsa kelib olsang mana bo'laveradi. To'g'ri emasmi? Oldu. Xudo xolasa yana yurttaşlar. Yine yağlar yine. Yağlanchadan qo'ydik. Yağlar 40 ming so'm. 40 ming so'mdan qo'ydik. Yine börek mayları. Buyrak maylar ham bor. Yine O'zimda turibdi. Özünde koyma yine. Mana Onu yurttaşlar. bakkana. Durganda kasb beramiz Kesip beraber gözüne. farkı yok. Kesip beraber. Lekin ajoyib disputinni zo'r mal so'yilibdi. Zo'r katta yuk. Ne olsun beğenin. Xudo xolasa bayramdan so'ng aytgandek. Özlereceğim. Yurttaşlar 90 ming so'mdan öküz go'shi. Gördünglar qo'ying, isboti bilan o'zimda turibdi. Hamma vaqt. Özüne koyma. Akşam ben video tashlashi kerak edi, videoni qo'yishim kerak edi, qo'ya olmay qoldim. Yine yurttaşlar. Koyalmadın mı? Yok. Şu yine. Yine yurttaşlar. Ma videosini tashiman deb tashamadi. Kutib o'tirdim. Azay tamam ne gör. Esa halam geçemez, tashlab bersam men qo'yib beraman, xudo xolasa. Yine yurttaşlar, ijjon hamma narsa bor. Canım göç bakası bizde rakım. 90 ming so'm, ha? Xudo xolasa. Yine şaşlık neye çıkarıp veremiz. Shashlikka tayyorlab beriladi. Hem mevzu bağ özünde Mana çıkarıp yurttaşlar. veremiz. Gelmezden eldim bir yarım saat bunu telefon etsem bo'ladi, ili gözün elinde tayyorlab ham beraverasiz. Vaqt yetmeydi ona. Gözüne de kesip çıkarıp veremiz. Buna ko'p vaqt yetmeydi, Bu gelib. yarım saat bir saat gerekmiyor. Gel bu. 2 minut kalkarsa çıkarıp veremiz. To'ychilarga xudo xolasa har qaymig'idek arzon rahat beriladi. Göğsü ver göğsü yine.
Yine göş. Ana yurttaşlar. Yine göş. Yine. Dişine öcek emez bu yine. İyeti zor ekenler. Malades. Geldi. Bakkana rahmat distüytünüz. İri mal eken. Falan. Ana yurttaşlar. Yine göş. Gel bu bakın. Malades ağa. Xuda xalasa inş partiyanı gelip Görüp rahmet açsalar bu oldu. ana yurttaşlar. Bugün spitetinle Xuda xalasa videonun ilacı barınca birinci şu inşi videonu koyuş hareket etemiz. Bugün Gündaş yordum. Her daim gel düşüremem. Sizlerde Xudoga şükür şu vaqacha endi yomon mal so'yilmagan. Ben gökka atırmam-ku. Nomer qoldirik ağa to'ychalar ham. 94 bilan 906 906 26 26. To'ychalara ne olar bo'ladi bizlarda? Toğuşçulara 85 ming so'mdan. 85 ming so'mdan 85 beradi. ming. Ana yurtdoshlar. Bemalol telefonati Xudo xolasa to'ychalar to'y beraman deb turganlar. Yarımını alalım. To'y bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, 100 kilo, 200 kilo bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatgan mollarni so'yib ham boraveradi. Farkı yok. Xudo xolasa. Yaxshi ağa, charchamang. Kelaverasan, yarmarkaning ichida yurgan yerda yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha sizlar so'ragandek, Xudo xolasa bugungi baholarni tushirib ko'rsatdik. Sog' bo'linglar, yaxshi, rahmat. Yarmarkadan chiqamiz tag'in, areallarni ko'ramiz yurtdoshlar. Gilaslarni necha so'mdan bo'ldi? Assalomu alaykum. Bu 40 bin so'm. Bu 35 bin so'm. Bu ikisi mesnimi? Sen mi istiyorsun? Şaptallar ne? Şaptalı 50 bin son. Şaptalı 50 bin so'mdan. Erik ne? Erik 10 bin so'm ekan. Bular 12 bin so'm. Nukul erik mi bular? Ulan yaldır o gayri. Yaldır o erik. 12 bin so'm en klası. Bular hujjalar ne? 10 bin so'm ekan yurtdosh. Yarmarkanın içinde yine go'shtni alasizlar, shu yerdan chiqib bir yerdan ishlangizdan bitib ketaveradi ekan. Tutlar ne? Tut 12 bin son. Tutlar 12 bin so'm ena, xudo xolasa bugun 25 may günü olmading. Olmasa ikisini. Mesni bular en. 8 bin so'mdan ena yurtdoshlar. Mazal alma bu, doğru mu? Ya bu çiğ mi ne bu? Bu sarı gilas. Necha so'm bu? 15 bin son. 15 bin sarı gilas ha. 15 bin so'mdan ena yurtdoshlar. Kelaverasizlar xudo xolasa. Yaxshi sog' bo'ling, charchamanglar. Yere boring. Assalomu alaykum. Kimni tushiring? Siz tushiring mi? Sizni olib kelsam tushirgan bo'laman. Ha? Assalomu alaykum. Sizni olib kelsam tushirgan bo'laman sizni, demaymi? Ha, yaxshi. Siz ahvolingiz yaxshimi? Harman ishlar bilan, bayramlar bilan. Rahmat, rahmat. Sizcha necha so'mdan qo'ydik bayramda xudo xolasa? 40 45 50. 45-50 ming so'mdan, ha? 25 dedingmi? Avo, yine yurtdoshlar. Sizlar 45 mingdan 50 ming so'm, 25 ming so'mdan ta 50 ming so'mgacha, ha? Ana. Her daim bar shu yerda, ha? Gap yo'q. Charchamang xudo xolasa. Yani bolasımızın Kim? bize Yana kelaverasiz ağamızdan yana. Palov pişirdinsen siz bayramda. Arva ötsün. Neçe kilog'acha pishirdingiz eng ko'pi? 80. 80 kilog'acha. Xudo xolasa qachon bo'ladi yana şimdi bir. Yine şiklada, bir yerde 30 günü şiklada. Shikoda o'zingiz pishirasiz, ha? O'zim pishiraman. Nasib xudo xolasa. Toyba, gelin toyba. To'y bor. Bizlar ham aytasizmi? Kuda kalası atkanım şu. Boraveramiz, ha? 30 gün ev yeter. 30 kun aveta, yaxshi. Dergi apayasın kendine. Yengek kiyimdan bir tushirib berikdan. Bahalarını. Ayol kishilar ham ko'radi bizning kanalimizni. Har doim yozadilar bizga ne doğraktan da lekin tushiramiz. Ayollar ham so'rab turibdi. Göyneklar, yozgi kiyimlar xudo xolasa. Necha so'mdan bo'ldi yenge ishi göyneklaringiz? 120. Bu novda baytaladi. Splashnoy var. Necha so'm dedingiz? Duo ikiler. 120 ming so'mdan. Yozda kiyaveradilar, ha? Yozgi kiyimlar hammasi. 120 ming so'mdan. 130 tane kıpır. 130 dan berib tursiz. Materiali yuqog'ina zo'r, ha? Mana yurtdoshlar. Bular nega bizarlar? 160'dan, bular 180'dan. 180 ming so'mdan. Bular 160 qaysi bu? 160. Bular ham 300 ham. Yine yurtdoshlar. Arzon etib beramiz, qaytib beramiz, arzon baktık. Ukalar, singillarimiz, ayapalarimiz ko'radi ekan bizning. Duo ikidan necha so'm bo'ldi? 160 ming so'mdan. Har doim shu meslida borsiz-ku, ha? Her daim şu bak. Mana, xudo xolasa yana arzonchi. Kelishilgan narxlarda arzonroq baholarda yana shu yerda. Optim desak ham bo'ladi, ha? Optim desak ham. Mana har xil razmerdan nodan bor ekan. 130 ming so'mdan yana. Ko'p ekan, ha? No fason. Endi yap boshladingiz, ha? Mana, chiroyli. Bular necha so'm deydi? 160 bin. 160 ming so'mdan. Xudo xolasa yana yengamiz yana kelib
alıp giyip ketaveradilar ha. Şunun özünde. Razmer giyip görüşe imkoniyat var mı bu yerda? Var ha. Ha, dükkanam baş oradan. Yarmarkenin yanında yine gelip hem iş yerden görüp dükkandan giyip görüp alıp ketaveradilar. Havan, beyanı birinci pazar, beyanı ne deyiladi? Beyanam şu xullas yarmarkenin yanı desek biladi. Bir yerden yarmarke yurttaşlar, yarmarkeden çıqqan yerden bir işten. Yaxşı yenge, çarşamang, sağ olun, savdalansı, berekesini versin. Sağ olun. Ayol kişiler hem görüp baradaken biz de şunun için düşürdük. Assalamu aleyküm, şimdi gelince sondan boldu yenge? 25. Harman bayramla bilen. 25 bin so'mdan kilosi ha? Nazlı gül mü demem ben? Yok Ne oldu? Nazlı gül. Lev. Ha, lev. Neçe so'm? Neçe so'm kilosi? Kiloga satıladi bu. Stakan neçe so'm? Stakan 5 bin so'm ha? Yaxshi. Yashil tuxum 5 bin so'mdan mı? Kızılba. Yashil tuxum 5 bin so'mdan. Keyin size bir savolim bor. Yaxshi tushunasiz-ku tuxumlar, ha? Ben bir redisga ekdim-da birozroq yere. Bundan kellalamaydi u. Quru pelaki var, ya noz yo'q. Başı yok. Avan başı yo'q. O dekarlayan özünden çıkan baştan alıp satıyor. Birinchi ekkanim yaxshi edi. Onu bir İkinci. yere alıp kaytaldan köçüresen kum bular. Ha. Özü duran yerinde başta birinci tukumlar ekip Onda onu alt taşıveramiz, ha? Başlamaydı. taşıyoruz. Yaxshi, rahmat shuni söndürdüm. Jigarlancha so'mdan bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 5 ming so'mning jigari. Yarmalar ne? 4,5 6 ming. Bu endi hozir sezon boshlandi, jujalar chiqdi. Xudo xolasa. Bundan 5,5 berasiz, ha? Kepekleriniz ne? Kepek 3,5. Kepek 3,5. Görüp turganlaringizni. Buğdaylarınız ne? Buğdayammış. Buğday yarmasam bormi? Buğdayni 4 bin so'm oladi. inen ha. Bu yani bir aylık cüceler verse bo'ladi, doğru mu? Bir aylık cücelere bo'ladi. Yine yurttaşlar geleverasizlar xudo xolasa. Kiloga masanlar bo'ladi, xaltaga masanlar bo'ladi, xullas xaltaga arzonroq bo'ladimi ağa? Xaltaga arzonroq bo'ladi, ha? Makka deysizlarmi, jugari hamma narsa boyna. Tovuqqa, mala nima kerak bo'ladigan bo'lsa xudo xolasa. Ag'amiz yana geleverasizlar. Yaxshi ağa, charchamang. Bayramlar bilan bayramni yaxshi o'tiringlar. Ana shunday xudo xolasa do'stlar. Videonun ilacı barınca şu öçürmesliğe, kırpmaslığa hareket etmemiz. Assalamu aleyküm. Öçürmeyi, kırpmayı çırp para veremiz dostlar. Assalamu aleyküm. 10 bin so'mdan berib turibsiz birinchi. Hava 10 mindən bər tutma. 10 bin so'mdan yurtdoshlar. Durmadan birinci, Karadeniz birinci, garantiye. Müşterici birinci. Ana yurtdoshlar. 10 bin so'm ekan menga. Yaxshi rahmat. Sizdan 10 bin so'm menga. Assalomu aleyküm. 8 mindən bər. 8 bin ham bor. 8 bin neçiki birinchi? Yurtdoshlar. Bular 9 bin ha? Bular ne? 10 min. Bular 10 bin so'm. Ne oldu ekan birinchi? Nöküz. Bu ne? Olan Bulam 9 bin so'm, ha? 10 bin so'm. çetkisi 8 min. Ne oldu degan birinchi? Nöküz mi? Nöküz 8 bin so'm ekan yurtdoshlar. Xudo xolasa yana 25 may günündeki bakalar, ha? Yaxshi, sağ olun. Go'jalansinchadan bo'ldi. 10 bin so'm, yaxshi. Evvelki videonu gördünüz mü? Evvel videonu gördünüz mü siz? Ha? Gelin. Yo'q, bor. Bir videonuz bor edi, siz bir marta video atib edik-ku. Telefonda göremiz mazır. Hava telefonda. Göremiz mazır. Hava. Xudo xolasa yurtdoshlar, kanalning ichiga giramiz. Gel kız bunu işlerini gör gel. Gelin bunu işlere gelin. Gelin bunu işlere gelin. Tam telefonunuz ağır işit ekan. Önemli. Yo'q, ağır işitdan. Yine yurtdoshlar, hozir sizlarga bir narsa aytib o'tacakman. Kim kanalda yangi bo'lsa, ko'p odam kanalga obuna bo'lmaydi. Inshoda obuna degan joyi bor yurtdoshlar. Qarang, bir bosib qo'yinglar, obuna bo'ladi. Bir bosib qo'ysanglar, ko'rdingizmi? Podpisatsiya bo'ladi. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ysanglar, yana shuni bosib. Har safar video qo'yganimda ko'raverasizlar. Like ham bosib qo'yamiz do'stlar. Hamma like bosib qo'ying.
Gelin. Video. Hem de olan çasamam yaptı. Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan, he? Mesli bular, he? 10 ming so'mdan. Arzonlabdi, he? Mayda 8 ming so'm. Banallansin, he? 20 ming so'mdan ekan. Bolgarskilarning 12 ming so'm. Bitta tashlab kelaverasiz. Yaxshi, rahmat. Yetti kalanızın şimdi gaplar. Karamel şek biraz öyle. Bana düşünemem şunu. Hem de önceden verdin sen gel. Assalomu alaykum. Ondan midelerim yedi. Meydalar 7 ming so'm, bular 10 ming so'm. Badring ne? Bu 11 bu. Bular 11 ming. Hava, bular 4'te. Badringlar 4 ming so'mdan. Bolgarski ne? 13. 13 ming so'm bolgarskilar. Ikrop piyazlansın ne? Bağı. Piyazlar 3 bağı değişler. Piyazlar minne. Piyazlar mingdan 3 bağı 1000 so'mdan ikroplar. Yaxshi, sağ olun, rahmat, savdolarınız bo'lsin. Necha so'mdan berib turibsizlar olmani? Olmancha so'm bo'ldi. Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan bo'ldi. Video qiladi. Erikning erik. Erik 6 ming so'm. Optimang. İşte göreverasizlar xudo qolsa. Ben bozordan ko'ribman. Kashkalar neden ayttirsalar? Assalomu alaykum. 6,5 beriladi, 7 ming aytilishi. Badringlar ne? 3 kilo 10 ming so'm. 3 kilo 10 ming so'm. Pomidorning 8 ming so'm. 8 ming so'm. Yana yurtdoshlar. Bu ne bu? Sarıyak ha. Necha so'm bagajkisi? 25 ming so'm ekan. Bankisi ne? 50 ming so'm bankisi. Mesli mayak mı bular? Kimdan bu? Necha so'mdan berib o'tirsiz? Ne uchun pul qo'yib qo'ysalar mı? Mana mı ya? Ha? Ama pul göremem ben şimdi orada. Mayaklar arasında. Tak, necha so'mdan dedik mayak? 1,5 so'm. Mesli, ha? Yeşil necha so'm bo'ldi? Yeşil 5 ming. Yeşil 5 ming so'mdan bo'pti ana. No'sh piyazlansın. 1000 so'mdan emas. Bağı 1000 so'mdan. Bir gapmasi 1000 so'mdan. Bağı 1000 so'mdan ya. Bu piyaz, kilo falan. Sarıyağım var. Sarıyağın siz lan? 60. 60 ming so'm. Süt mü bu? Necha so'm litri? 6 ming. 6 ming so'mdan litri. Xudo xolasan yurtdoshlar. Yaxshi, savdolariniz bo'lsin. Bir yilga yashirmi bu? Necha so'mdan berib tursiz? 5 ming so'm. Bir bağı. Ha, 5 bağı 5 ming so'm. Yurtdoshlar. Gap yo'q, lekin erta chiqdi. Ana yurtdoshlar, jalalang, ija. 10 ming so'mdan. Sutdan. Süt 5 ming mi? Süt 5 ming so'm ekan yurtdoshlar. Yaxshi savdolariniz bo'lsin. Bor bu. Hop, yaxshi. Sağ ol. Ama so'g'ani. Bor, o'zingizsan. Voydi. Xudo. Bu yerda nima bo'lib turibdi? Necha so'mdan bo'lib turibdi? Hamma yaxshi bo'pti. Nasıl ilk geldim. Hang? Bazı terik Necha so'mdan berib tursiz? Oo. Свежий. Yemayman. Mesnini, uyniki xudo xolasa qaranglar. Necha so'mdan berdingiz? 4 ming so'mmaymi? Ana, молодец. Sağ olun. Svejiligi bilinib turibdi, hozir uzilgan. Toza uzilgan. Men qaçdim berdim. Yaxshi. Yurtdoshlar, hozir borincha videoni uzmaslikka harakat etaman. Hozir borincha do'stlar, like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Ko'p odam like bosmaydi. 30 ming, 40 minglab prosmotrlar bo'lib turibdi. Like'larimiz xatya 500 ga bormaydi debdi. Bir shu videoda bir portlatib ko'rsatinglar qan like'ning kuchini. Bir ko'rsatib qo'yinglar, ichib bo'ladi ekan. 1,5-2 ming bo'lib ketsin qani xatya bo'ladi shu. 1,5-2 ming. Hamma birgalashib, men bossam nima bo'ladi ekan, men bossam bir dona like bilan 1000 bo'lib qoladi degan gap bo'lmaydi. Tama ko'r bo'ladi deydi. Bir bosib qo'ysang, tars ko'payib boraveradi. Hamma birgalashib. Shu hozir ko'rib o'tirib like bosganlar kommentariyaga ham yozib qo'yinglar. Men bosdim denglar. Har bir kommentariyalarni o'qib javob berib botirman, xudo xolasa.
Shuning uchun kommentariyalarda qo'ldan kelgancha javob berib boramiz. Bemalol yozishingiz mumkin xudo xolasa. Bolgarskiy qancha so'mdan bo'ldi? Kilo 35'ten. 35 ming so'mdan bo'ldi. Qizilimi? Bir ikisi bakalım. İkisi bilan galopchilik bularning. Bakşatırdan 20 Ha, katta katta ekan. Ya bulardan kichkinalar. 13 bin so'm. 13 ming so'mdan ekan. Bu karamingizdan, bu karam nov karam bu? Gul karam. 10 ming so'm ekan. Kilog'i, ha? Kilog'i 10 ming so'mdan. Mana bittasi. Hammasi bor endi. Giloslar 30-cha bo'ldi? 30 ming so'm ekan bittasi. Mazalimin aq shirali? Ay, ziyon. To'ychilar kelaveradi, xudo xolasa. Sizda hamisha shu yerda optim narxlarda. Gap yo'q. Yenga charchamanglar, yaxshin. Baqilajon, hamma narsa bor, ha? Ana yurtdoshlar. Kelaverasizlar, xudo xohlasa. Qulpmanchadan berdingiz? 45'den. 45 ming so'mdan. Katta ekan, ha? 45 ming so'mdan ekan yurtdoshlar. Ana shundan keyin baholar, bugungi baholar yurtdoshlar. Xudo xolasa ko'ring, o'zingiz uyda ya musofirda yurgan yurtdoshlarimiz o'zingiz yurgandek bo'linglar deyman-da, shuning uchun lozim borincha videolarni qirqmaslikqa harakat etaman-da, uzmaslikka, pauza bermasina e'tibor bergan bo'lsangiz ko'rsatib boraman. GSM megabayt kelsin, sizlar ajratib ko'ringlar, jonlan sog' bo'lsin. Sizlar hazat videoni ko'rgandan keyin, vaqt yo'qlagandan keyin hazat ko'rib tomosha etsalar boshqacha-da, to'g'risi. Shuning uchun hazat ko'rsinlar deyman-da. Videoni qirqib uzib tashlayversan, ko'rgan odam mazasi qassa bo'lmaydi. Ana shuning uchun shunday. To'ychilanchidan berib tursiz. Assalomu alaykum. 6 ming so'm olma. 6 ming. Bahona olmasi. Qachon arzonlatamiz bu 6 mingdan? Yo'q, rahmat. Yeng bu, yeng. Bir tishlang. Yaxshi. Bir tishlang. Şurikini alın dedik. Wow, olmaga gap yo'q ekan, rost. Dum shiral ekan. Şurikini alın. Doshcha shiral ekan. Şuriki gitti. Doshcha shiral ekan. 6 ming so'mdan berdingizmi? 6 ming so'm sap sarı. Ya gelib qolinglar, shiral olma ekan, xudo xolasa. Kaldı 5'te. Şimdi az benden gerek. Doğru mu? 5'te. Zo'r ekan. Arziydi. Ha? Arziydi pulini. 100%. 100% arziydi. Dim mazal olmaz. Suv ekan, qarang. Gap yo'q ayağa, shunda deng, mana shiral olmadanmi? Abi xalq yesin, bar almamız geleversin, adresini tushuntiring. Adres ina xudo xolasa, ina qaranglar. Optima girib kelishda ina birinchi. Ina. Har doim og'amizda olma, shunday meva-cheva bor. Kelaverasizlar. Ağa yaxshi charchamang, to'ychilar arzonroq beraveramiz, qang har doimgidek. To'ychilarga ko'proq qasalar arzonroq. Gap yo'q ağa. Yaxshi. Olma zo'r ekan. Rozi bo'ling olmaga ağa. Yaxshi. Hop, ya. Yurtdoshlar shunday. Yashinchadan berdik. Assalomu alaykum. Yashillar 5 ming so'm. Xaladinlik yashillar, ha? 5 ming so'mdan. Karshkanang. Yashillar 5,5. 5 kere 5,5 ming so'm. Karamnichadan berdik. 4 yarimdan berdik. 4 yarimdan berdik, ha? Gap yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bayramlar bilan. Rahmat. Xudo xolasa savdo. Baholarni aytdi avang, rahmat. Savdolansa barakasini bersin, aqa. Piyoz so'ramadim bo'lgan. Piyoz necha so'm bo'ldi? 3 kilo 10 ming so'mdan, 330 so'mdan. 3300 so'mdan da demak. Setga qancha beramiz? 2700 ekan bor. Setga 2700 ekan, shunda 20 mi? Shu bir xil, ha? Gap. Mana xudo xolasa, karchkada toza karchka aytdik bahosini. 5,5 berib turibdi. Sarimag'iz. Xaltaga kelishiladi, qaytaladi undan, ha, 5,5 dan. Gap yo'q. Yaxshi charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Arman, assalomu alaykum. Necha so'mdan berdingiz yashinni?
Yaşarda işten başladı. 5 ming so'm oldu. Bering o'tgan safar olib ketdim. Bir qalta olaman qaytib berasiz. Avunu. Ha, turib qo'ya olmadim. Baraman. Shahardan Gesherdan qani suvli Gesher? Burası bizlere geçer. Gesher gap yo'q lekin tunning yedik Gesher. Suvli Gesher, mazali Gesher bu yerda. Alt kalamız. Shu baho bo'lib turibdi. Hava şu görün. Gap yo'q, yaxshi. Kerem neden bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harmon. Yaxşımısılar. Yaxshi, rahmat. O'zingiz bor bo'ling, bayramlar bilan. Rahmat gözlerinden. Bir chap bo'lsin aka. Gün bitirgen günlerinden bir 46-47 yıl oldu da. Ertaga xudo xolasa 20 yillik shuni bilaman. Xudo xolasa. Bizlerine 38 yıl oldu mektep bitirgenler. Qo'ying, ay. Bizlardan 20 yosh kattamisiz. 20. Ha sen. Hey, yo'q, den xatar chiqarmasa, nima bu darajada emas, ha? Abi 38 yıl oldu bitirgenimize. Yo'q, molodez, yosh ko'rinadi ekansiz. 24 bo'lsa 26'da 40 yıllıkımız. Oo, endi yillang shunda xudo xolasa 40 yillik. 27'de bo'lar ekan 40. 27 dadan, ha. Ey, molodez, ilohim bizlarga ham yetasin xudo xolasa 40 yilliklara. Keremdan nechadan berdik ağa? 5 ming so'm. 5 ming so'mdan. 4 ming so'mdan. Xaltaga 4 ming so'mdan berdik, ha? Berre Kerem. Kerem zo'r, iri Keremga gapdi, molodez. İbada midesi var çıkırcık. Saylab o'zini keraklarini olaveradi, ha? Yine işte. 2 soat Kerem da bu. 2 soat Kerem akani. İriden desanglar, iri desanglar, irinin nechadan dedik? İri 5. 5, buni 3 ming so'm. Xaltaga Xaltaga 300, kiloga 4 ming so'm. kiloga 4 ming so'mni ertashlar. Kelaverasizlar xudo xolasa. U ko'proq qilsanglar arzonroq beriladi. 5,5 qo'yib berdik sarımağız yine. 5,5 qo'ydikmi bugun? İri kerchka sarımağız 5,5 ming so'm. Ana yurtdoshlar. Oling menga karchka oldingizmi? Ana yurtdoshlar. Kelaverasizlar xudo xolasa. 5 ming so'mdan ekan. Xaltaga arzon bo'ladi. Bu gasherlar ham shu bahodanmi? Yeşiller ham şu bak. Shu bahodan yurtdoshlar. Oq piyozning Piyazdan 5 so'm qo'yib berdik. 5 ming so'mga iri piyozlarni. Gap yo'q, yaxshi, sog' bo'ling, charchamanglar. Assalomu alaykumlar. Yaxshimisiz? Tarozni ko'paytirib beribmiz bugun. 25-may kuni xudo xolasa bayrama ko'p olib keldingizda, ha? Bayramda xudo xolasa ko'pindi, bayramda taroz yeydi aka. Tushirmayman. Sinfdoshlar o'tirib, yig'ilib, maktab bitiruvchilar xudo xolasa. Tarozni nechadan qo'ydik bugun? Optima qaytamiz. Optima qaytiladi. 5 ming so'm. 5 ming so'm kiloga. Bu 4 ming so'm, u ham optima qaytiladi. U ham optima qaytiladi, ko'proq qalinsa. Qonlarning 16 ming. 6 ming so'mdan yurtdoshlar. Ko'proq qilsa qaytiladi har doimgidek. Optima qaytiladi. Qonlar iyisini qaranglar, mazali gap bitta. Yaxshi. Sog' bo'ling, rahmat, sog'lig'ingiz barakasini bersin. Shu bola. Ha bu 20 Yeb ko'ring, galing. 12 oy soch o'smaydi ya, o'sami yo o'sganini kaltaytiramizmi buni? Hech bir soch o'sganini ko'rmaganman shu bolani. Shundaymi ya, nolsi? Qani chaqmoqni ko'rik qani? Yine yurtdoshlar, qip-qizil tarozlar xudo xolasa. Xurshidbek, assalomu alaykum. Assalomu. Assalomu alaykum deb qo'yik axir. Narx-navo bo'laveradi. Hang? Hang? Qovun taroz necha so'mdan bo'ldi? Taroz optima 4,5. 4,5, optima 4,5. Tarozlar 4,5 bo'ldi. Ulan Optim degandan nechadan olish kerak? 5 Kamida. dan olganda 4,5dan beraman. 5 dan olgandan shu kattadan. Bravo. 4,5 dan beramiz. Favorit beraman. Ta'yin shunday qizil manbasi? Qizil hamma. Sharmanda etmaymi? Yo'q. Tuniga. Gap yo'q. Unda qizarib pishdi-ku, endi bu xudo xolasa уже sezon boshlandi-ku. Qovunlarni neden berib turibmiz? Qovunlar 6 ming so'mdan. 6 ming so'mdan yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 25-may kuni 2025-yil. 4 yilda yana Xurshidbek mana kelganmiz. Xurshidbek tarozlarni, qovunlarni ko'paytirib bergan ko'rib turganlaringizni. Ko'rib qaraverasizlar. Nechadan beramiz shunda? Çakma kurun. Burama chaqmoq. Şilali bu sağlama, şol bulsam. Nechadan beratirsiz? Şu. Qarang 45 ming so'm bo'ldi. Nechadan 6 beratirsiz? ming so'm ekan. Kilasini. 5 ming so'mdan. Ne uchun 5 4 emasmi? Optima, ha, optima 4. Chaqmoq quramiz. Chaqmoqmi? Neçe son buldu? Mana yurtdoshlar. Sharmanda qildik. 45 ming so'm bo'ldi.
kanı görük kanı. Çakmakını görük kanı. Oh. Oh. Ana ana. Ben bir yıl kez gelirtmiştim. Yaş. Vindi mi bolamın ha? Kerem Çeson oldu. Salam aleyküm. 3 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan.